Aldırmayman. Yo'q, Ammo men chapan qo'yib qo'ygandek yarishib turibsiz. Ha, men bo'ladi. 80 ming so'm oldimmi chapanni? Yurakdagi chin ko'ngilga ketmasam, sening soyangni bog'u qilib ishlanib qoldim deyman men. Voy, ya, endi bu sening yosh vaqtlarimizda biz mana shunday atiq ishim bo'ldi. Yengam-chi, yengam qanday ahvoli? Yengam bozor chiqib ketgan edi, bili chiqish payganda. Qo'shaqman degina menga bozor. Ha, yolg'iz. Lekin men qarsam hech yolg'iz emas. Bir edim baka, bir aynot tutdi. Ha, guymirim bilan aynima deganda shumiki? Shuni aynot deyman. Lekin guymi sos kishidek ko'rdim men uni. Manda men bir mana bobiyo saplab qo'ygan bu chini qamalidan. Qo'dab mangsun deb. Shu balkim. Shu qo'dab shuni aka u bobiyo o'simi munda quchoqlab menyapti ya. Men uni chiqirib toplab qo'ygan emasman. Yaxshi qo'da deb o'sha yaqinlar mana qo'dab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bexatar olsin deb. Shu boshqa yo'q. Lekin aka u bexatar qo'g'disimi o iş yatak kirket var diye bir miyim mahalaga. Yüzüme bak koy. Gel benim sen. Lekin ular bedendeki yatakta